Shok xabar: Amerikada katta norozilik. Amerikada 100 minglab odamlar ko'chaga chiqdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 300 mingdan ortiq fuqarolar Donald Trampning siyosatiga qarshi noroziliklar bildirmoqda. Nyu-York, Vashington va Los-Anjeles ko'chalarida odamlarga to'lib ketdi. Qo'llarda plakatlar, og'izda esa bir ovozdan "Adolat kerak". Nima uchun bu qadar katta norozilik? Ayrimlar uning qarorlaridan norozi, ayrimlar esa kelajakdan xavotirda. Ammo bitta narsa aniq: xalq o'z ovozini eshittirmoqchi. Namoyishlar asosan tinch o'tmoqda, lekin ba'zi joylarda keskin vaziyatlar ham kuzatilmoqda. Savol do'stlar, bu noroziliklarga nimaga olib keladi? Hokimiyat o'zgarishigami yoki yanada katta voqealar boshlanadimi? Nima deb o'ylaysizlar? Agarda kanalimizda o'z izohlaringizni qoldirish uchun kommentariyaga yozing. Hamda do'stlarim, bittadan shu kanalga, shu videosiga like deb bosib qo'yishlaringizni iltimos qilamiz.